Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Kanalimizga xush kelibsiz do'stlar. Kanalimizga yangi bo'lsangiz, kanalga obuna bo'lishni va qo'ng'iroqcha tugmasini yoqib qo'yishni unutmang do'stlar. Barchangizga juma ayyomi muborak bo'lsin do'stlar. Bu galgi videorolikimizda sizlar bilan Money Book botini ko'rib chiqamiz. Bu botda men ancha bo'ldi kirganimga. Bot manzili kommentariyada bo'ladi do'stlar. Botimiz hozirda 100% to'lovda. Kirganlaringizda start tugmasi chiqadi. Mana shu yerda bir donagina kanali bor. Shunga obuna bo'lib qo'yasizlar. Va mana shu yerda mana shu Connect Profit bo'limini bosamiz. Bizni asosiy bo'limga olib o'tadi do'stlar. Bunda biz asosan reklamalar ko'rib, mining qilib, ton ishlab olishimiz mumkin bo'ladi do'stlar. Hop do'stlar, hozirda menda 163 ta tanga bor. Bu 20 ming bo'lsa, keyin pul chiqarib olishim mumkin bo'ladi do'stlar. Hop, birinchi bo'lim rozigirish bo'limi ekan, $240. 30-kun 03-oygacha, shu oyning oxirigacha amal qilar ekan do'stlar bu. Hop, bu yerda nima qilishligingiz yozib qo'yilgan. Zadaniya bajarishingiz kerak ekan, reklama ko'rishingiz kerak. Друзья odam chaqirishingiz kerak va pointni каждым прочini bitta звездочка olishingiz kerak ekan. Va do'stlar, каждый 0,1 ishlashingiz. Пополнить рекомендованный balans. Reklamni balansga 0,1 kiritishingiz kerak ekan do'stlar. Mana shu shartlarni bajarsangiz do'stlar, siz ham yutishingiz mumkin bo'ladi. Hozirda mana shu birinchida turgan odam $100 oladi ekan, keyingisi $200. Mana shu tarzda eng oxirgi odam do'stlar $10-o'rin $10 olar ekan do'stlar, 2000 point ishlagan odam. Hop, bu yerdan chiqamiz. Noise zadaniya bo'limidan o'zingiz bu yerda пополнить qilishingiz kerak bo'ladi do'stlar. Bu o'zingizga bog'liq. Xohlasangiz sarmoya kiriting do'stlar. Xohlovchilar kirishi mumkin. Hop do'stlar, keyingi bo'limimiz Колесо Fortune bo'limi. Bu bo'limda kunlik sizga bittadan fortun berib aylana beradi do'stlar. Mana shuni bossangiz aylanadi. Ko'proq 100 ta tanga tushadi ko'proq. Hop, buni uzaytirishingiz ham mumkin. Смотрите, 30 ta reklama ko'rsangiz yana beradi do'stlar. 30 ta referral chaqirsangiz ham beradi. Ko'paytri yulduzcha bilan ham olsangiz bo'ladi do'stlar. Va zadaniya bajarib ham ishlashingiz mumkin bo'ladi. Keyingi bo'limimiz do'stlar mining bo'limi. Bu bo'limda har soatda 100 tadan tanga ishlab olsangiz bo'ladi do'stlar. Hop, buni kuchaytirishimiz mumkin. Давление скорости yulduzchalarga ko'paytirsak bo'lar ekan do'stlar, kuchaytirib olsak bo'ladi va yana sarmoyasiz ham ishlashimiz mumkin. Mana shu plus tugmasini bosamiz. Reklama ko'ramiz do'stlar. Va 10 ta do'st chaqirgan holda ishlashimiz mumkin bo'ladi. Hop, mana shu 30 ta reklamani ko'rib chiqamiz.
30 ta reklamani ko'rib chiqsangiz do'stlar, sizga 0.5 bug' qo'shiladi do'stlar. Hop, endi keyingi bo'limda ko'rib chiqamiz. Keyingi bo'limlarimiz do'stlar, prosmotr reklama. Bu kunlik do'stlar, mana shunimiz kunlik hisoblanadi. Собирать tugmasini bosasiz, bizni reklamaga olib reklamani ko'rib X tugmasini bossak, bizga kunlik qo'shiladi do'stlar. Hop, bu yerda do'st chaqirsangiz ham bo'ladi. Mana bu yerdan referanni silkangizni olishingiz mumkin bo'ladi do'stlar. Hop, buni mana shu 5 ta tangani qanday olganimni ko'rgan bo'lsangiz kerak, xohlagan birorta gruppangizga silkab tarqatishingiz kerak bo'ladi. Shunda bajarilgan hisoblanadi do'stlar. Xo'sh, yana do'stlar, bu yerda promokod bo'limi bor ekan. Bu kodni to'g'risi men qayerdan olishni topolmadim. Telegram guruhidan olasizmi? Hop, bu yerda turli o'yinlarni o'ynaganimiz uchun ham do'stlar bizga ma'lum bir miqdorda pul beriladi do'stlar. Telegram guruhlariga obuna bo'lamiz va yana shunga o'xshagan vazifalarni bajarishimiz kerak bo'ladi do'stlar. Hozir videorolikni to'xtatib turaman, ularni bajarib olguncha. Do'stlar, hech qancha vaqt ham ketgani yo'q. Shunchaki kanallarga obuna bo'lgan holda ishlab oldik. Hop, do'stlar, ko'rgan bo'lsangiz, vazifalarni bajarganingiz uchun ham sizga aylanib berishar ekan. Hop, endi hozir 10 ta aylanib bo'ldi. Shuni aylantirib ko'ramiz. Asosan mana shu tangalar tushadi. Ton tushishi ozgina qiyinroq. Yana mana shu 4 ta qoldi. To'rttalasini aylantirgunimizcha ton tushib qoladi. Hech qisi yo'q do'stlar. Endi do'stlar, pastdagi bo'limlarni ko'rib chiqamiz. Bu yerda o'yinni zadaniya bajarganimiz uchun ham bizga pullar berishar ekan do'stlar. Mana shu vazifalarni bajarib yana bitta vazifa bajarsak, mana shu 25 ta tanga beradi. Bu yerda ham xuddi shunday 6 ta bajargan ekanmiz. 6 ta. Reklama ko'rib ham ishlashimiz mumkin ekan do'stlar.
Hop, do'stlarim, mana buni 10 mingga yetkazsak, bizga 2,5 ming tanga berar ekan. Hisobimizda 10 mingga yetkazsak do'stlar. Hop, keyingi bo'limi druziya bo'limi. Bu yerdan silkangizni topishingiz mumkin va oxirgi bo'lim выполнение bo'lim do'stlar. Minimal summa 20 ming ton, 0,20 ton va bu yerda 20 ming bo'lishi kerak do'stlar. Hop, keyin o'zi avtomatik tarzda ochiladi. Bu yerda pul chiqarib olishingiz mumkin bo'ladi. Telegram hamyoningizga chiqarib olsangiz bo'ladi. Telegram hamyoningiz o'zi avtomatik tarzda ochiladi. Mana shu yerda ulashingiz kerak bo'ladi. Shundan so'ng pulingizni chiqarib olsangiz bo'ladi do'stlar. Hop, hozircha shu do'stlar. Videorolikimiz cho'zilgan bo'lsa uzr. Barchangizga rahmat. Joningiz sog' bo'lsin. Keyingi videorolikda ko'rishguncha do'stlar.